Sog'ligimni yo'qotib, yurolmay qolib, bir joyda yotganimda ijtimoiy xodimimiz borib, shunaqa kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati borasizmi deyishdi. Kelib ko'rsam, sharoitlar yaxshi, ovqatlar, tozalik, hammaning joy-joyida qatnayapman shu yerga. Ancha yaxshiman, sog'lig'imda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Oldin qo'limdan ovqatim tushib ketardi. Shuni mahkam ushlab turolmasdim. Endi hozir o'sha yeyapman bemalol nima qilib. Yuriyapman. Yurib harakatim ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Uyda yotganimda o'g'lim uyda qarardi, ishga chiqmasdi. Endi hozir ko'ni xotirjam bo'lib, ishga chiqib, uyga ozmi ko'pmi ishlab kelyapti.